Oy. Soat necha o'tdi? O'ndan 35 o'tibdi. Voy, to'xta, stop. Bu nima? Wow, nima deydi? Bu yerga ham mashina, yo'l qurilyapti. Wow. Salom aka, bu yerda nimalar bo'layotgan aytasizmi? Albatta bu yerda mashina yo'l qurilyapti. Lekin bu mani kimim, ya'ni polniy bunday nima desam bo'ladi? Skinim desam bo'ladi. Mana qaranglar, yuzga yuz o'xshaymiz ikkalamiz. Nimaga bu shunaqa qurilyapti? Bilmadim. Nimaga qurilyapti? Ham bilmayman. Sizlarchi bilasizmi? Yo'q, biz ham bilmaymiz. Do'stim rost aytadi, bizlar bilmaymiz. Okey, qishloq ham yo'q shekilli uyida. Qishloqqa sayrga ketganda uyi bo'sh, to'g'ri. Sayrga ketganda to'xtanglar. Men bu shunda mani kiyimimni polni. Okey. Shunda menga to'xta YouTube kanalimda necha obunachim bo'ldi? Biz ko'rib olaylik. Kompyuterga kiramiz. YouTube подписчигim 35 ta подписчик bo'ldi. Oy, to'xta. Men video olyapmanmi? Wow, hammaga salom. Salman Jakayotib. Aytmoqchi, sizlar meni 35 ta подписчик qilibsizlar. Yana 5 ta подписчикdan keyin yuzimni ko'rsatishim mumkin. Shuning uchun tezroq obuna bo'linglar. Mana tepasidagi. Bu yerdan qarab ko'ramiz qani. Necha o'xshayman, qaranglar do'stlar. Hozir ko'rsatamiz sizlarga necha o'xshayman bunga. Men bu mening haykalimmi yoki to'xtanglar. Orqamda 7 degan yozuv bor. YouTube deganda yozuv bor. Mumkinda bo'lmasa kerak do'stlar. Bo'ladi deganlar like bosamiz, bo'lmaydi deganda obuna bo'lamiz do'stlar. Qani ko'ramiz. Neyimcha qishloqqa yasab ketdi buni. Qishloqmi yoki 3gacha sanayman. Keyin ko'raman. 1 2 3. Qani obuna ham like ham bosinglar, chunki bo'ladi deganda like bos dedi. Bo'lmaydi deganda obuna bo'l dedim. Bo'lmaydi. Sizlar bo'lmaydi dedinglar, lekin bor ekan, shunda ham obuna bosib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Qurilyapti, mashina yo'l qurilyapti. Do'stlar, men ham bu yoqqa bir narsa qurib qo'yaymi? Mana bunday o'tiradigan yer quraman do'stlar, chunki men ham kuni bo'yi charchayman. Har turli ishlar qilaman, chunki men verstakdan menga yog'och yasab olib, bittami nima bunday? Yo'q. Bunday bitta bo'lishi mumkin emas. Mayli, buni qanday qilib so'qishni o'zim baribir bilaman-ku. Shuni so'qib olaman. Hozir yasab so'qib deyveraman. So'qibmi, yasabmi yozib ketamiz kommentariyaga. Hamda agar sizlarning kanalingizga reklama kerak bo'lsa, mening kanalga yozib keting kommentariyaga. Men daruslarga qilib beraman, nima deydi? Ishlab beraman. Okey, tezroq endi ishlashim kerak, tezroq shu o'tirg'ichni bu yerga bunday qilib. Voy, nima bitti? Bunday qilib turib, voy. Buni sindirib. Do'stlar, tezroq sindirib bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu ham kerak emas edi.
nimagadir bor bo'lib qoldi. Aslida bu ham kerak emas. Faqatgina bular bilan ishlasanglar bo'ladi. Bitta qilib ishlab qo'ying. Yo'q, xato ketdi. Hozir men boltamni olib qaytadan yasayman. Boltam qani? Mana ekan. Tez. Do'stlar, aytmoqchisiz, kunda yana videolar, bir kunda bir nechta video chiqishini xohlasanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda sizlarga qisqali kontentlar va qisqali videolar olishga harakat qilaman va montajli videolar ham olaman. Bu men ko'pincha montajsiz video olaman, chunki montaj qilib yurish yoqmaydi. Video olaman va darrov YouTube kanalga qo'yaveraman. Bo'ldi menga. Men o'zi shunaqaman deb maqtanmoqchi edim. Endi o'zingizlar bilasizlar, biladiganlaringiz. Buni olamiz yana. Shuni 36 ta bor ekan menda. Endi o'xshasa kerak. Endi shu qanday qilgandim? O'tganda bir narsa qiluvdim, bunda qildimda. Bunda qilib o'tirsa. O'tganda boshqacha qiluvdim. Jako sayohatida. Mana bunda qilib o'tirishlar ham yasab qo'yaman. Bunga lakinga so'ngaman, chunki o'siyani o'tiraveradi bunda qilib. Endi ishlab chiqaman buni. Bu yoq. Ikkita qo'yib ketaman. Mana va mana. Bunda qilib o'tiradi va ovqatlanadi. Bu narsa qiladi. Burada yomg'irda ham o'tiraveradi, chunki bu yerdan yomg'ir tushmaydi. Do'stlar, lekin bu menga kim ishlagan bo'lsa ham rahmat endi. Qishloqqa yoki qishloq bo'lsa rahmat. Albatta hazil. Tez. Yuqori narsalarni solib qo'yaman. Mana to'xtanglar, ustalardan yana bir narsa so'rab ko'raman. To'xtanglar, ustalar biz qayerdan kelgan ekan? Salom ustalar, qayerdan keldingiz? Bizlarmi? Ha. Bizlar boshqa qishloqdan keldik. Bu qishloqqa uchalamiz ko'chmoqchi edik. Ko'proq yuquramiz va bu yerga ko'p qishloqlar olib kelib bu yerni kattalashtiramiz. Rahmat bro. O'zi kattalashtirish kerak bo'lib turgan edi. Kattakon rahmat tushuntirib berganingiz uchun. Okey, tezroq kirib hammaga xayr do'stlar, men bo'lgan Jako YouTube. Yana ko'rishguncha.